tadbirkorlar har oyda 3 marotaba Agrobank Bo'ston viloyat xodimlari tomonidan tadbirkorlar uchrashuvi rejalashtirilgan. Bugungi uchrashuvimizdan maqsad mahallada ishlash bo'limi xodimlari tomonidan berilgan bank kreditlari bo'yicha qisqa tushuncha beraman. Hozirgi paytda bizda PK 312-qaror bo'yicha berilyapti 100 million kreditimiz bor. Mahalla loyihasi VC go'yoq VC birinchi qadam deb nomlangan turlarimiz bor. Keyin PK 60-qaror bo'yicha yoshlarga berilgan kredit turlarimiz bor. Mahalla loyihasi bo'yicha gapiradigan bo'lsam, bu 5 yilga 2 yil imtiyozli davr bilan 50 million so'mgacha beriladi. Hozirgi kunda faqat kafil asosida beriladi. Keyin faqat shu Agrobankning o'zini biriktirgan mahallalari bor. Keyin har bitta mahallada mahalla agentlarimiz bor, mahalla bankirlar bor. Shunga uchragan holatda kredit chiqarish beradi. Keyin VC ko'maydik nomlangan kreditimiz bor, 17 milliongacha beriladi. 4 yilga 1 yil imtiyozli davr beriladi. Keyin PK 312 qaror bo'yicha berilgan kreditimiz bor, u 100 million so'mgacha beriladi. 5 yilga 1 yil imtiyozli davr beriladi. Bu faqat tadbirkor subyektlarga beriladi. Keyin shu PK 312 qaror bo'yicha aytadigan bo'lsam, tadbirkor subyektlarga beriladi. Yaqinda MCH yoki oilaviy korxona ochilgan 1 yil bo'lishi kerak. Aylanma qilmagan bo'lsa ham, hech shot raqamida sor bilan aylantirgan bo'lishi kerak. Misol soruvchi borsa, so'rovni o'ziga bergan bo'lsa hisobga olinmaydi. Yoki oldin 33 million kredit olib turib, misol uchun sizlar oldin sixonalarga paniga deb chiqqanda 33 million kredit olib turib, yo'q bo'lgan bo'lsa kreditini, Agrobankdan, Halbankdan qizig'i yo'q. Yo'q bo'lgan bo'lsa, faqat imtiyoz yo'qgan bo'lsa, misol uchun cho'niga tushib qolmagan bo'lsa, kartani kredit tarihi yaxshi bo'lsa, o'sha yangi tadbirkorlar ochib kelsa ham, misol uchun berilaveradi. Yana PK 60-qaror bo'yicha yoshlarga kredit berilyapti. Bu ham shu 5 yilga beriladi. 3 yil imtiyoz davri bor, 12 oy imtiyoz davri bor. 3 yil foizni to'lamaydi. Bunda bitta yangilik bo'lyapti. Umuman foizni 3 oy, faqat foiz ham chiqmaydi bu tadbirkor. Qachon foiz chiqmaydi?